Assalomu alaykum, Qadriyat nemis tili kanali obunachilari. Bugun va'da qilinganidek sizlarga nemis tilidan birinchi mavzuni o'tib berishga qaror qildim. Men Islom Qadriyat o'quv markazi nemis tili o'qituvchisiman. Demak, darsimizni boshladik. Birinchi mavzuyimiz bu nemis tili alifbosi. Aytib o'taman, nemis tilida 26 ta harf bor. Bu 26 ta harf jami 45 ta tovushni ifodalaydi. Bu degani sizlarga osonroq qilib tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bitta harf bir nechta tovushni ifodalashi mumkin, ya'ni nemis tilida. Hozir biz harflarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun boshidan boshlaydigan bo'lsak, s harfi, mana bu si k deb talaffuz qilinadi. Bitta misol yozdim, kafe. Demak, o'qilishi qavs ichida. Qavs ichida beryapman, siz tushunishingiz uchun, talaffuzini eslab qolishingiz uchun. Yumshoq h harfi esa so'z boshida o'z holicha o'qiladi, ya'ni mana hund, hund. Hund nemis tilida o'zbek tiliga o'girilganda kuchuk degan ma'noni bildiradi. Zayn, qarang, bunda esa so'z o'rtasida kelyapti va cho'ziqlilikni bildiryapti. Ya'ni o'qilmayapti. Zayn bu ko'rmoq. Keyingi harfimiz j harfi y deb talaffuz qilinadi. Mana bitta misol yozdim, yunga. Ya'ni bola. Lekin bitta narsani eslab qoling, ya'ni istisno holatlar bor bularda. Aytaylik, mana bu jokken o'z holicha jokken deb talaffuz qilinadi. Q harfi esa k deb talaffuz qilinadi. Esingizda bo'lsa, ruslarda ham xuddi shunday qni k deb talaffuz qilishadi. Mana bitta misol, qu kv deb talaffuz qilinyapti. Kvelle. R harfi demak so'z o'rtasida va so'z boshida g'i deb talaffuz qilinadi. So'z boshida kelishiga misol mana g'und. So'z o'rtasida kelishiga misol gros. Yana bitta holatda u boshqacharoq talaffuz qilinadi, ya'ni so'z oxirida kelsa aga monand. Ya'ni aynan a emas, aga monand. Aytaylik, mana imma. Imma. Demak, s harfini ko'rgan edik, bu yerda z deb talaffuz qilinganini, shunga alohida to'xtalamiz. Ya'ni so'z boshida kelsa z deb talaffuz qilinadi. Mana bu so'z zayn. So'z oxirida kelsa esa s o'z holicha o'qiladi. Aus. Demak, v harfi, keyingi harfimiz f deb talaffuz qilinadi. Fon. Von deb emas, fon deb o'qiysiz. Keyingi harfimiz v deb talaffuz qilinadi. Bu ingliz tilidagi w, bilsangiz. Demak, buni o'qilishi want. Keyingi harfimiz x. Bu ingliz tilidagi bilan bir xil talaffuz qilinadi. Demak, bu text o'qilishi. Text. Y harfini esa nemislar uy deb talaffuz qilishadi. Mana bitta misol yozdim bunga ham. Typ. Typ deb talaffuz qilasiz, tip deb emas. Keyingi harfimiz bu bizda z, lekin nemislarda t. Ya'ni rus tilidagi t ga o'xshab talaffuz qilinadi. Zimmer. Esingizda bo'lsa, so'z oxirida r yoki r kelsa, aga monand degandim. Zimmer. Umlautlarga keldik, ya'ni mana shu a, o, u unlilarining ustida ikkita nuqta bo'lsa, bu umlaut deyiladi. O'qilishi a ni ustida umlaut bo'lsa, demak e deb o'qiladi. Mana bu Äpfel o'qilishi. Bu esa uy deb talaffuz qilinadi. Öl.
mana misol. Bu esa uy. Uyben. Uyben. Bizga notanish bo'lgan nemis tilida bitta harf bor. Bu ham bo'lsa, mana bu B ga o'xshaydi va dumchasi bo'ladi. Bu ikkita s degani. Ya'ni ikkita s ni beradi. Demak, mana buni o'qilishi gross. Gross. Boya aytib o'tgandim, r harfi so'z o'rtasida g deb talaffuz qilinadi. Gross. Demak, undosh harf birikmalariga keldik. S bilan x umumiy bizda ch deb talaffuz qilinadi, lekin nemislar buni x, qattiq x deb talaffuz qiladi. Aytaylik, buch kitob. Demak, buni buch emas, buch deb o'qiysiz, lekin istisno holatlar bor. Ba'zida k, ba'zida sh ham deb talaffuz qilishlari mumkin. Asosan chetdan o'zlashgan yoki xalqaro so'zlarda. Aytaylik, mana bu karakter deb talaffuz qilinadi. Esingizda bo'lsa, aytgandim, yana bir eslatib o'taman. So'z oxirida r aga monand talaffuz qilinar edi. Karakter. Sh deb talaffuz qilinishiga bitta misol yozdim. Chef. Demak, chef emas, chef. S bilan ch harflari birikmasi umumiy sh deb talaffuz qilinadi. Misol uchun, shule, maktab. T, s, ch. Mana bu 3 ta harf birikmasi esa umumiy ch deb talaffuz qilinib ketadi. Aytaylik, eng mashhur bunga beriladigan misollardan biri Deutsch. Bunda yana bir unlilar birikmasi ham bor. E bilan u. Bular umumiy birgalikda oy deb talaffuz qilinadi. Demak, Deutsch. Shunga o'xshash harf birikmalari, ya'ni e bilan i umumiy ay deb talaffuz qilinadi. Nein. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, s dan keyin t va p harflari kelsa, s harfi sh deb o'qilib ketadi. Mashhur misollardan yozdim, mana student. Demak, s dan keyin t kelyapti. Sh deb talaffuz qilinyapti. Student. P harfi kelishiga misol, mana sport. X suffiksi esa ix deb talaffuz qilinadi. Suffiks degani bu qo'shimcha. Mana misol, fertig. Qolgan harflar esa, mana bu yozib chiqqan harflarim nemis tili alifbosidagi o'z holicha talaffuz qilinadi. Ya'ni b, b, d, d. Qolganlarini aytishim shart emas. Demak, bular o'z holicha talaffuz qilinadi. Birinchi darsimiz tugadi. Agar mavzu bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiring. Keyingi darslarimizni ham kuzatish uchun kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizni ham taklif qiling.